Hammasi juda oddiy yigitlar. Odam ko'p joy, liviyalik amaldor xotini bilan. Biz tarafdan esa Vayner va Giuliani unga ishlov bergan. Quloq yollashni hozir shunday deyishadi. Jack, sen bu yerda yangisan. Shu bois Giulianining eri rolini bajarasan. O'tgan hafta men uni eri bo'lgandim. Zor qiz. O'z tik limuzinga chiqasiz. Bun tanto izimizdan O'zingchi? borasiz. Men haydovchiman. Jack bu Sona, amerikalik, ammo Fransiyada katta bo'lgan o'zimizning odam. Tanishganimdan mamnunman. Xushomad qilishni ham boshladi. Mulozamatni bir chetga surib qo'yamiz. Bu bolani ilintirishim kerak. Agar ishontirsang hurkitib yuborasan. Men nima qilish kerakligini yaxshi bilaman. U yangi odam. Bunaqa ishlarda emas. Hech ham tushunmayman. Nega qo'riqchilarni o'zgartirib turishadi? Bizga enagalar zarur deb o'ylashadi. Bo'pti, shunchaki qahvangni ichib o'tiraver. Yordam berishga urinma. Hech narsa gapirma. Ismim Naziya, ExxonMobil lobbisti.